Oo, ne dedi bu? Kani. Özü açıp yapadan bu yine. Hoppa. Elektronik. Yap buluşum gene var. Toktan Enver ağa toktan. A bu tolka solkamiz bu g'ani qantaşga işlemedi. Yo'q, bir knopkani bosasiz, bir knopkani bosasiz, elektroddan suv arkilaysiz. Qani ko'ryapsiz qani. İssof. Havma qarang. Bez atkaz ishlaydi-ku bu narsa. Bez atkaz yana zang damira urib o'tiribman. 2lik, 3lik, 4lik elektroddan pol deb ko'rdim demidi. Hozir 2likda turibdi-ku. Qarang, hozir berini o'zida pramo 4lik olib beraman mana yana. Qani. 4lik elektroddan hech ishlaymi ko'ramiz. Qani. Oğlum qarang, bu zanglaganda shuna tushib turibdi, to'g'rimi? Ava. Oo. Yana 4lik elektrod yoqona qarangman. İssof. Ne dedi bu narsalar? Hem kaskani bir joyga qaranglar. Yana bir ishlab bering, kaska qarang, kaska. O'zi ochilgan mana. Ava. Ko'zingizni ochib o'tirsangiz bo'ldi. Bu narsa obunachilar. Men uyimda suvarga aparat ishlatasim bor. Lekin men qo'rqaman, geshda kartochka qo'yib yotaman ekan ko'zimga deydan obunachilar uchun. Yo'q, kartochka qo'ymaysiz endi ko'zingizga. Shu narsa o'zi avtomatik sizni ko'zingizni olishdan saqlaydigan narsa. 5 odamga beraman. 5 odamga mut podarka beraman. Xalisalla beraman. Endi videoda bir oydan keyin chaqiraman, aniqlab beraman. Qani. Qani shura qo'yinglar. Birinchi o'ringa Tarozi. 40 kilo tarozi beraman. Ikkinchi o'ringa blender beraman. Üçüncü o'ringa skorosli bolg'arka beraman. Ochib ham ko'rsatib beraman. Original puxta narsa beraman. Beramanmi? Xolisalla yaxshisini. Zo'rindan beraman. Skorosli original bolg'arka beraman. Yine. İçinde mo'ji bor. Qani. Uchinchi o'rin. To'rtinchi o'ringa original shurpoy beraman. 2 yil garantiya deb qo'yibdi zavod. Ko'rdingizmi? Qani. Tak. 5-chi o'ringa mashinalara dam beradigan nasos beraman. Damirxil original bu yine. Enverbek ağa, ne dişetliyse bu? Hakkımıza bolsa, halkımıza bolsa. Halkımıza bolsa. Yine muhterem. Gördünüz mü? Maşina dıkadı. Yine veznəsine dıkadı. Yine dam beruradi. Yine. Bu narsalar mı var, he? Ava. 5-chi o'ringa beraman. Ma qarang, shunda 5 o'rinlikka 5 tane sova qo'yib berdingiz. 5 tane soğuğa koydum. Xudo qalasa 1 oydan keyin chaqiraman, shularni birinchi videoni boshida aniqlab beraman. Kallangizga ildirib qo'yasiz, qaski uraverasiz, o'zi avtomatik düzəldi bu narsani o'zi avtomatik. Burungi degan oddiy kaskalar emas bu. Ya ko'zini oldirib, aytib o'tiradi. Ma qarang, ko'pchilik so'rayapti bu narsamizni. Bir fura keldi dedingiz. Ko'pchilik obunachilarimiz uchun bir fura yana keldi. Sifati dumzo'r bo'lib keldi, opog'ir bo'lib keldi. Yana buni bir yaxshi yeri, hech yerga kabelni deymaysiz, bir knopkani bossang ham qantashkada suv arkilaydi. Yo'q, elektrodda suv arkilmaydi desa, yana bir knopkani bosasan, elektrodda suv arkilaydi. Hisob, gap bo'lishi mumkin. Bez gaz, hech qanday gaz balon, soz balon shart emas. Sifatini vobshe gap yo'q. Kачествоsi zo'r. Bu yana bu bayroqni ko'rdan bekar qistirib qo'yganlari yo'q buni. Germaniya texnologiya, original narsa, katta so'mkina. Shu dog'li sizlarga kerak narsa buni ichida turibdi. Ma qarang endi buni suv arkasini ko'rdik, bal arkasini ham ko'rayotgan deb turibdilar. Bahasini aytib o'tiraman, qiziqtirmayman. O'zbekiston bo'ylab dostavka besplatniy, bahasi $100 olasiz suvarka aparatini. Qani? Germaniya texnologiya 100% inverterni tok saylamas, elektrod saylamas zo'r suvarishni aparat, ham kontash, ham elektrodda suvarishni aparatni $100 oldingiz-ku. Men sizga zo'r skorosli tap shu zavodni germanskiy bolg'ar ikisidan ham qo'shib beraman. Qani? Shu damira bir nagruz ko'rib kasb bergan. Bo'ldi. Buni ochamiz, katta qoldi bu. Qani, qalingdan biri. Endi buni dreldan ko'raylik-da mana endi. Drelda men shurib qatirmayman. Siverlo bilan damir do'shib ko'rsatib beramiz, damir. Nechta to'shada ko'rsatamiz. Qani boshladi. Stop. Suvarka aparatini yaxshisidan berib turib, podarkasini tufta arzon narsa beraman. Beramanmi? Haqiqatan xolisalla yaxshi narsa beraman. Charxini ishlat. Hammani uyina ro'zg'orina kerak narsa. O ikki taraflama-ku bey. Ava. Hay?
Gap bo'lishi mumkin Bir dana suvaç aparatı aldınız. Bolgar ikisi mut. Dreli mut. Çarxı mut. Dastlabkisi mut. 1 yil garantiyasi bor. Assalomu alaykum, hurmatli oilaviy tuna obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugungi video rolikimiz xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yildan bo'ladi, ya'ni fermadan bo'ladi. Fermada ko'rib tursinlar, berimizda motoblok, berimizda o'toradan, sholvoradan, hammasidan bor obunachillar, o'tchikaradan. Gap qisqasi, fermaga darakli instrument kerakmi, ibrimizga ko'ra apparatlar kerakmi, hammasi bor. Like'larni bosib, aka-ukalar jo'natasizlar. Bugun Anvarbek og'amiz xudo xolasa hozir ko'rib tursinlar. Ko'pchilik obunachilarim so'ragan instrument keldi, $100 bir so'mga beradi obunachilar. Qaranglar, adresimiz Byanimiz Qazariston To'proqqal'dan kelaverishda, 4 kil bozorga kelaverishda, 4 kil qurg'indan aylanib keldingizda, ina Ulug'bog' ko'chasi, Suytapori. Ulug'bog' ko'chasidagi Suytapori teyinda chap qo'lda ferma obunachilar. Byanimiz Urganchdan kelaverishda, 4 kil bozorning oldidan o'tib kelasizlar, obunachilar. Ibirimiz yana Ulug'bog' ko'chasi. Doğru roparasında götürsünler. Ferma obunachilar. Qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, aka-ukalarga jo'natasizlar. Xudo xolasa siz ketgani bomba soladi uy. Mag'rib O'zbekiston bo'lyapti dastlabki. Dastlabki uyinda o'tiradi, zakozni beradi, uyina boradi, tam shu narsa ko'radi, tekshirib oladi. Shopirni qo'lidan xolasa $100, xolasa 1 210 so'm beradi. Hisob. Qarang, xudo xolasa ana oldi misoli. Havo, qani. Ana qalam birsini oling, qaysini oling? O'zingiz Lim ayting. o'ynaling. Qaysini oling? Ayting o'zingiz. Ashini oling. Shuni olaymi, shuni olaymi? Oling ashini. Ha, oldim yana, qarang. Qani. Qani. Shunday bo'lib boradi. Qarang, ochasiz, ichidan nov chiqadi. Bir dana hamilon kaski. Hamilon kaskasi. Sanab turing. Havo. Chaq tosh chiqdi. Chaq apparati. 2. Bolgarki 3. Qo'lliqi 4. Ana bu ajdim Suvorkasida mog'rib. dum zo'r bo'lib keldi. Vobshe qach suvasana vobshe gap yo'q. Haqiqiy talab etganlar ishi so'raganlar vajilar keldi obunachilar. Dim yomoni keldi. Qani. Qarang. 1 2 3 4 inom bilan 5 oldimi? Havo, qani. Buni hisob olamiz kabellari. Havo. Ha, simi. Ha, Simon bo'ladimi ichida? Simon bor. Bir top Simon bor. Havo, qani. Necha oldi? 1 2 3 4 5 6 6. oldu. Yana baram 7 7 oldu. oldu. 7 oldu. 8 oldu. Bular meni o'z el bilan yumshatadan narsa. 8 elektrodlari bilan 9. Somkisi bilan 10 oldu 7tasi. kerakmi? Ne da bu narsa? $100. $100 odamlar o'zi imon olib yuribdi. Gerek joyida bundan ham qimmatini. Endilikda $100 noni choy ichida hamma apparati ketdi. Hamma narsasi. Hisob, ey. 10 xil narsasini hamma narsasini ichida qo'shib beraman. Hech narsasi kam bo'lmaydi. Tekshirib olasiz. $100 olib borgan odamning qo'lina berasiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki besplatni. Etijagi ishingiz 2 dana telefon nomeri yozdirasiz. Adresingizni aytasiz. Nedansiz? Andijondanmisiz? Farg'onadanmisiz? Namangandanmisiz? Toshkentdanmisiz? Surxondaryo qiziqi yo'q. Qoraqalpoqmi, Xorazmmi farqi yo'q. Adresni yozdirasiz. Ertangi kuni 2 kunning ichida Xorazm, Qoraqalpoqning ichida boradi. Toshkent taraflar bo'ladigan bo'lsa 3 kunning ichida boradi. Surxondaryo bo'ladigan bo'lsa 5 kunning ichida boradi. Dastlabchilarimizni aytib o'tamiz. E'tibor berib turing obunachilar. Xorazmning Luboy bir tak tumanidan bo'lishidan qat'iy nazar, bugun zakozni berdingiz, ertaga olasiz. Tak, Qoraqalpoq, Ner, Shomanay, Kegeli, Kongrad, Mo'ynoq, Taxtako'pir, Taxayadash, Luboy yerine dastlabkilarimiz mutlaqo besplatni. Bugun zakozni berdingiz, 2 kun, 3 kun ichida olasiz uzoqi bilan. Toshkent taraf e'tibor berib turing. Buxoro trassa, Navoiy trassa, Samarqand trassa, Jizzax trassa, Sirdaryo trassa, Abu Saxiy oxirgi manzil Abu Saxiyga borib to'xtab turadi. Katta mashinalar bilan beramiz. O'zlaringiz mashinalar bor, Isuzilar. Abu Saxiyning markazida turadi. Arantaraf Angren, Axangaron, G'azalkent, Chirchiq, Qibray kelib turib, Abu Saxiydan olib ketaverasizlar. Surxondaryo e'tibor bering, Qashqadaryo. Buxoro karvonda beradi. Tak, Qarol bozorda beradi, Muborakda beradi, Sherobod, tak, Qarshi, Yerqo'rg'on bozorda beradi. Qashqadaryo, Qashqadaryo, Sharqi Sabz kelib turib, Yerqo'rg'on bozordan Qarshi, Yerqo'rg'on bozordan kelib ketasizlar. Qarshini Bo'laddan Dakansa Surxondaryo qarab yuradi. Surxondaryo Sherobodda beradi, Termizda borib, Termizda Oq masjidning yonida turadi. Bu yon taraf Deno, bu yon taraf Sho'rchi kelib turib, Oq masjid yonidan Termizdan ketsanglar bo'ladi. 1 so'm ustidan 1000 so'm ham qo'yilmaydi. $100 ya 1 200 ming so'm pulni bilasiz. 1 so'mga apparata. 1 so'mga apparata. Qarang, xudoyim bo'lmog'i. Eğer ham suvarka apparatning ichida 1 yilning ichida eğer ham bir diodi qo'ysa, bir dana diodi qo'ysa, men size selib palatasini berib beraman. Zavod menga besplatni berib qo'yibdi. Neda bor bu narsa? Mashina olsang, baloni yarilsa to'lab berami? Yo'q, bermaydi. Men
Shu narsani yine zavod menga seli berib qo'yibdi shu narsani. Hisob. Ko'p katta partiyaga. O'sha bir diyotiga esa men ichini svarka apparatini seli berib beraman. Значит, bu garantiyaning ham garantiyasi degani bu. Shunday ishlash kerak. Ha, qani. İşlemaysanmi? Aslında yengillashtirish kerak bu narsani da. Men halolni buni ishlayman. Yine zapçaslari kerak. Yine zapças. Mut, puli kerakmi? Mut. Bir savolga ko'raylik shunda. Ava, bir svarka seli. Zavoddan olamiz. Qani. O'zi katta partiya olgandan keyin o'sha narsalardan mut berib qo'yadi. Yana bu narsasi ketami bir o'zi? Yana o'sha o'zi ketadigan bo'lsa, buni qarab yurmang. Masalan, seli beraman, yana shtektirni tiqib qo'yadi jana. Toza olib turaveradi yana. Paket olib turadi. Paket olib turadi. Ha, ya pul teatrlari deysizmi? Qarang. Hem pul teatrlari, ferriki, yana buncha diyoti, piyoti hamma belasi bor. Oh, ma qarang. Общий bir savolga kurasa bo'ladi deb turibman. Seli kurasa bo'ladi. Yana bu svarka apparatni o'zi bu. Yana shtektirni tiqadi, apparat aylanib turaveradi. Ishlab turaveradi. Ava shuni bir oddiy bolta tiqib turib, yana bir naladan bo'lsa, svarka uradi bu. Zir etib yuradi. Yap bo'lishi mumkin emas. Ben buzilmag'i, buzilsa o'ylanib o'tirmang, telefon, men falan yerdanman, shunday bo'ldi, shunday buzildi. Dastlabchilarimiz qatnab turibdi, palatasini neri ketgan bo'lsa, aytasiz, zapchasini bespalatni berib beraman. Shu narsadan o'tgan safar videodan chiqarganlarimizdan 500 dan ziyod odamga 7000 qoldi. Shu narsalarni hammasini egalariga topshirib bo'lib sizni chaqirdim. Yana obunachilarimiz ko'pchilik bizlarga telefon urib tushirmadi vaqtida. Alalmin qolganlar uchun maxsus video chiqartibmiz. Alinglar, keldi, hammani o'yina kerak narsa. Yana ertaga misoli bir mallarni teyinda bir layani do'shildi, to'g'rimi? Kim olib borasiz bu narsani? Zatibda yamab berman deb. Buni bitta ham zuvachga bosib qo'ydik. Endi kerakmidi zuvachkani atib qo'ying. Ya bu kontashga zirt ettiradi. Hisob. To'shmidan zakonni olib turaveradi. Ma qarang, haqiqatdan ham bu narsamiz endi $100 yetsa-da kam edi, yo'qotib beradilar uni. Lekin ertaga bir yana borib bir narsani kestir yo chaqlab desam, hozirgi vaqtda 50 million berib ketadilar. Bilmayman. Lekin uyinda bo'lsa, hamma apparat ichida hech odam eshitmaydi, hamma ishni o'zi bajaradi. Yana shu doppa to'g'ri. Hisob. Yana bir ko'ring. O'zingiz Rossiyada ishlab yuribsiz. Uyingizda otangiz bor. Shu narsani birsini olib bering. Ko'biga olib bergandan zo'r bo'ladi. Haqiqiy. Ko'biga olib bergandan zo'r quvonadi. Men sizga javob beraman, gap bilmaysiz bor. Shu narsani telefon urib zakaz ber deb uyingizga yubortiring. Balangiz ber deb shopirlarimiz uyingizga olib borib tashab keladi. Shuni maza qiladi. Qana charxi bor, bolg'arkisi bor, dreli bor. Haqiqiy. Aslan kebina girib chiqib zirt bo'lsa, nov yetibdi bu narsaga. $100 nov emas. Hurmatli obunachilar, haqiqatdan ham o'zi yurtimizda firmada haqiqiy narsamizdan original narsa sotiladi. O'tgan safar bir donam qolmadi. 7000 ka odam aytib turdilar. 500 dan 7000 ka odam. Oyda o'zi hujjatlari bor, daftarlari bor. Ya'ni endi xudo xolosa obunachilarimizga yetkazib berib hammasini qaytadan video rolik qiltirsiz. Ya'ni obunachilarimiz endilikda bu narsa haqiqatdan ham tekin deb aytsak bo'ladi. Ya'ni pullarimiz o'zingiz bilan 2 barobar qaytadi. Aniq qaytib keladi. To'g'rimi? Qani liboy viloyatdan qat'iy nazar, nedan bo'ladigan bo'lsangiz, baringdan bir svarka apparatini 1 yil garantiyasi bormi deng. Ertaga bir yerga ketsam, men to'lab berasam deng. Apparatni o'zini so'rang, $100 dan arenda aytadi sizga. Men sizga $100 uyingizga olib borib beraman. Yana shuncha podarkasini qo'shib beraman. Hisob. Va'da. Bu prosta reklama emas, gap emas, xolis Allah. Ko'p katta partiyaga keyin 15 kun 10 kundan keyin kamin qo'ydi, ertaga keladi degan gap yo'q. Hammaga yetadi. Bugungi video chiqqandan keyin o'zini kuchida 30 kun turadi. 30 kun. 30 kun turadi. Keyin 30 kundan keyin nov qo'yadi, bilmayman. Faqat shu narsani skalatima bosgan. Shu 30 kun ichida yetkazib beraman. Dollar ayram bir 2 millionga chiqib ketsam, shundan beraman. Hisob. 500 milyon tushib qazam shu narsa. Gap. Har bir so'zlagan so'zimga javob beraman, nuqtasini deyin to'g'ri. $100 so'zim bo'lsa shundan beraman. Shundan ava. Bo'ldi. 1 million 210 ming so'm yoki bo'lmasa $100. Bo'ldi. Beraveradilar. Bo'ldi. Esa shunda xudo xolosa hurmatli obunachilar, videoni boshida adres tushuntirib qo'yibmiz. Yurib, kuzatib, обязательно like bosib, maksimal darajada videolarimizni tarqatib qo'yasizlar. Xudo xolosa Anvarbek akamiz O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman dedi. Qilib beraman. Endi bir magrang, sizning kanalingizda yaxshi odamlar ko'p. O'zingiz ham xolis Allah bir yaxshi odamsiz, energiya boysiz. Videolaringizni ko'rib boraman. Bir kayfiyatini, sal pastroq odammi, kayfiyatini ko'tarib berasiz. Shu obunachilarimiz uyinda o'tirib, siz xavoringiz ham yo'q bu narsadan. Uyinda o'tirib, mut podarka yutib oladilar. Iso. Tan shu do'kondan. Qani? Qarang, 5 odamga beraman. 5 odamga mut podarka beraman. Xolis Allah beraman. Endi videoda bir oydan keyin chaqiraman, aniqlab beraman. Qani? Qani shura qo'yinglar. Birinchi o'ringa tarozi 40 kilo tarozi beraman. Ikkinchi o'ringa blender beraman. Üçüncü o'ringa skorosli bolg'arka beraman. Ochib ham ko'rsatib beraman. Original puxta narsa beraman.
Beramanmi? Xolisalla yaxshisini. Zo'rindan. Zo'rindan beraman. Tamam. Skorusli alginal bolgarchi beraman. Tamam. Yine. İçinde mo'ji bor. Qani. 3-o'rin. 4-o'rinni original shurpoy beraman. 2 yil garantiya deb qo'yibdi zavod. ey. Ko'rdingizmi? Qani. Tak. 5-o'rinni 5-o'rindan mashinalara Demberadan nasos beraman. Demirxil original bu yine. Enverbek aka, ne chatdisa bu? Muhtarama. Haqiqatda bo'lsa, xalqimizda bo'lsa. Xalqimizga bo'lsin. Yine Tamam. muhtaraman. Ko'rdingizmi? Yine Sağ ol. mashina dikadi, yine vaznasini dikadidan. Yine Dember Qani? Yine. Ha, bu narsalar ham bor, ay? Ava. Gap 5 yo'q. o'ringa beraman. Ma qarang, shunda 5 o'rinlikka 5 dona savol qo'yib berdingiz. 5 tane soğuğa koydum. Xudo qalasa 1 oydan keyin chaqiraman, shularni birinchi videoni boshida aniqlab beraman. 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin, 4-o'rin, 5-o'rin. Gelib o'tirmaydi. Mendan vaz olishim shart emas. Uyinda o'tirib yutib oladi 5 so'rin. Qarang asa, hurmatli obunachilar, ko'rib tursinlar. Xudo xolasa kommentariyaga o'z fikringizni izohlaringizni qoldirasizlar. 5 o'rinlikka 5 savol qo'ydilar, o'zim dadasidan birinchi tarozini qo'ydilar, 40 kilolik, ikkinchi Blender. blender qo'ydilar, uchinchi balarkani qo'ydilar, to'rtinchi shurpoyori, beshinchi mashina dambarak nasos qo'ydilar. Bu obunachilar faqat siz uchun. Nishatish kerak, like bosib, kommentariy yozib, nechalik ko'p kommentariy yozsangiz, shunchalik o'tishim kerak gap. Doppa to'g'ri topdingiz. Hisob, gap bo'lishi mumkin. Qarang misoli, endi videoda Xudo qalasa tasodifiy aniqlaymiz. Random orqali. Ava, Qo'l random orqali. Ava, tirrettirib bosamiz, kim yutsa bo'ldi, tamom. Shunga beraveramiz. Galbak toradi. Kelibek ketaveradi. Yo'q, men ayol kishiman. Men o'zim uyim Xorazmda, yo'qmasa Nukusda bo'ladigan didon bo'lsangiz, bizning mashinalarimiz katta turibdi-ku. Tamam. Akkauntini, yutilgan akkauntini bizlarga ko'rsatadi, isbotlab beradi. Bo'ldi, uyina yuvarib beramiz. Kerak yo'q. Bozor joyda qiladilar. Ava, Bo'ldi. bemalol. Sen Norvegiya haqiqatdan ham ularga sovg'alar zo'rin qo'ydingiz. Mana aytibam, hammamni qo'yib qo'ymaydi, sababi ertaga berish kerak bo'ladi bu narsani qilgan so'ng. Ava, sizlardan Siz keyin ham kerak. kattakon rahmat aytamiz. Shunchalik Sağ olun. xalq xizmatini bersiz, iloyim xalq duosini olib, shu ishlaringizni rivojini berib, Rahmat. ko'pchilik obunachilarimizga Xudo xolosa shu mahsulotlarni yetkazib beraverishingizni tilakdoshimiz. Rahmat. Esa Norvegiya joningiz sog' bo'lsin, ishlaringiz omad bo'lsin, charchamang deymiz. Bir oydan keyin Xudo qalasa toza videolarda ko'rishingizga sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bitta like bosamiz tagin.